PLSQL database development sohasi esa spetsifik soha, muhandislari ko'p emas, talabi bor. Sichqonchani chapi bilanmi, o'mi bilan bosadimi, menyusi qayerda edi, yoki sozlamalarni qayerdan topsam bo'ladi degan narsa bo'lsa, u odam degani hali ochib ko'rmadi ham buni. Demak, siz vaqtingizni qadrlamayapti. Millionlab klientlarimizning milliardlab tranzaksiyalarini ustida ishlash uchun, to'g'ri yo'lga tushishi uchun va sizni pulingiz xavfsiz bizda saqlanishini ta'minlovchi protsedura logikalarni yozib chiqamiz. Ichimlik bo'lish bu hammadan ko'proq ishlash, hammadan ko'proq vazifalarni yopish. Men ham mana shunaqa o'yladim, juda katta xato qilgan ekanman.